jarrohlik amaliyotini o'tkazish. Og'ir kasallikka chalingan yurtdoshlarimizni davolash uchun qo'shimcha mablag'lar qancha kerak bo'lsa shunchani ajratdik. Masjid va qabristonlarni obod qilishga ham alohida resurslarni yo'naltirish ko'zda tutildi. Endi u doimiy tizimli bo'ladi. Duogo'y hojilarimiz yurtimizga eson omon qaytib, islom ma'rifati va sog'lom e'tiqod xalqimizga, barcha o'g'il qizlarimizga albatta teran yetkaziladi deb ishonaman va mana shunday katta duolarini ko'rib xalqimiz mana juda xursand bo'lyapman. Aytganingizdek mana shu 100 ta prezident hojilari ham xalqimizda obro'li hamma sohaning egalari borganlari, baribir mehnat, adolatli mehnat, xalqqa bo'lgan muhabbat hech qachon esdan chiqmasligi yangi O'zbekistonda zamini. Shuning uchun ularga ham, butun ziyoratchilarga, butun hojilarga yana bir marta mani nomimdan alangali salom, tinchlik, omonlik va so'zimning oxirida Alloh taoladan savobli amallaringizni o'z dargohida qabul qilishni, barchangizni sog' omon qaytishingizni so'rab qolaman. Katta rahmat sizga. Rahmat sizga, hurmatli prezidentim. Alloh taolo bu qilayotgan xayrli ishlaringizga ajr mukofotini bersin. Mana Qurbon hayitida yana minglab xonadonlarga xursandchilik kirishini eshitib ko'zim yoshlandi. Alloh taolo bu qilayotgan xayrli ishlarni bardavom qilsin. Ilohim yurtimiz tinch, vatanimiz obod. Alloh taolo sizga kuch-quvvat, uzoq umr bersin. Ko'p yillar mana shu xalqimiz ustida rahnamo bo'lib, mana shunday yaxshi xalqni xursand qiladigan ishlarni qilishlikda Allohim o'zi nusrat bersin. Inshaalloh Arafat tog'ida 15 ming hoji ko'targan 30 ming qo'llarimiz sizni haqqingizda, yurtimiz haqqida, vatanimiz haqqida inshaalloh fayzli duolar bo'ladi. Sizga ham katta rahmat, hurmatli prezidentim. Yana bir marta butun hojilarga duolarda xalqimizni tinchligi, yurtimizni obodligi, yurtimizga ko'z tegmasligi uchun Yangi O'zbekistonda qilgan hamma amallarimiz iloyim xalqimizning manfaatiga xizmat qilishga duolar qilishini juda iltijo qilib prezident so'radi. Hayit munosabati bilan ehtiyojmand aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, bolalarga murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazish, og'ir kasallikka chalingan yurtdoshlarimizni davolash uchun qo'shimcha mablag'lar qancha kerak bo'lsa shunchani ajratdik. Masjid va qabristonlarni obod qilishga ham alohida resurslarni yo'naltirish ko'zda tutildi. Endi u doimiy tizimli bo'ladi. Duogo'y hojilarimiz yurtimizga eson omon qaytib, islom